14 yillik tajribaga ega arab tili o'qituvchisi bo'ladilar. 4 farzandning onasi, 2 nafar nabiraning buvijonisi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bu o'sha hammamiz biladigan beshikdan qabrgacha ilm izla maqol. Hayot o'zgaradi, shu bitta qabul qilingan qarordan. Tushunmasdan o'qish bu nonsens. Olima kelinim deb turadi. Uyda o'tirib, reelslarni ko'rgandan ko'ra ilm olgani yaxshiroq. Sen berayotgan ilmni 5 yosh bola ham tushunishi kerak. Qiyinchilik o'sha insonni o'sish uchun berilar ekan. Suv loyqalanib keyin tinadi. Hamma o'ziga o'xshagan insonlarni tortadi-ku. Ayol kishi bu o'rgangan narsalarni farzandlariga o'rgatadi-da. Hech qachon o'zida ayol kishi olib qolmaydi, tarqatadi shu ilm. Hamma narsani qilib ko'rish kerak-da. Boshdan qila olmayman deb o'ylaydi. Odam qilib ko'rgandan keyin qo'limdan kelar ekan deb darsh ketadi. Shukur qilib yurgan inson, uni hayoti ham boshqacha bo'ladi. Ilm bu kibrni sindiradigan narsa. Vijdon azobi kelgan yomon narsa-da. O'quvchini haqqiga xiyonat qilmaslik kerak degan. Ilmli ayol qanday o'zgaradi? Yomonlash hammani qo'lidan keladi. Uni o'rniga maqtab, yaxshi gapirib olib chiqamiz natijaga. Agar xayrli bo'lsa, Alloh albatta qo'llab-quvvatlaydi. Men bu podkastlarda har doim bir fikrni aytaman. Ayolning hayoti o'zgarishi uning qaroridan boshlanadi. Bizning mehmonlarimiz barchasi oddiy ayollar bo'lgan. Bir kun kelib, bir qadam tashlab, ularning hayoti tubdan o'zgargan. Shuning uchun men sizlarga bir imkoniyat haqida gapirmoqchiman. Agarda siz o'z ishingiz, o'z daromadingiz bo'lishini istasangiz, Be Unique franshizasi siz uchun yaxshi start bo'lishi mumkin. Eng qiyini yo'lni yolg'iz boshlash. Lekin bu franshizada siz yolg'iz bo'lmaysiz. Chunki Go'zal Mirodolovna barchasini o'zlari o'rgatib beradilar. Be Unique'da franshiza ochsalar nimalar bo'ladi? Bizda Be Unique brendi tayyor biznes hisoblanadi. Ular noldan boshlamaydi bizneslarini. O'sha franshizani olgan biznes ayoliga yaxshi lokatsiya tanlashamiz va birgalikda biznesni boshlaymiz. Ular o'qitiladi bizda krem sohasi bo'yicha, yuz terisi parvarishi bo'yicha, chunki ular oddiy kosmetika emas, Be Unique premium kosmetikalarni sotishadi. Sertifikatlar beriladi va ularni biznes yo'nalishida doim yordam berib turamiz. Hamda biz har bir do'konimizni 100% original Koreya kosmetikalari bilan ta'minlab beramiz. Sizlarda birinchi franshizanglar Qarshi shahrida ochilgan, to'g'rimi? Men bu kishini 4 oy davomida Instagramdan kuzatib va o'zimni Qashqadaryo viloyati Koson tumaniga Be Unique do'konimizni ochdik. Men o'zi uy bekasi bo'lganman. Go'zalda oldilariga kelganimdan keyin shu biznesda hamma yo'llarni o'rgatib, o'zlari olib kirib, hozirgacha menga yordamlarini ayamasdan beryaptilar va tez oraga nasib bo'lsa o'zimni ikkinchi do'konimni Qarshi shahrida ochmoqchiman. Eng qizig'i ularning franshiza egalari uchun bonus sayohatlari ham bor. Masalan, hozirgi kunda mana 22-noyabr 10 ta dilerlarimizni olib Turkiya sayohatiga ketyapmiz va asosiysi bizni Koreyadagi direktorimiz ham tashrif buyuradilar. Ular bilan master klasslar, kremlar haqida sayohat davomida ham o'rganamiz. Ya'ni siz faqat qaror qabul qiling va qolgan qismida Be Unique sizga qadamma-qadam yordam beradi. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi nomerlarga telefon qiling yoki video ostidagi havola orqali murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Sizlar bilan Yulduz Mavlanova va siz Yulduz bilan podkastidasiz. Bugun biz sizning qalbingizga yaqin mavzuda gaplashamiz. Mehmonimiz ilmga, ayol ma'rifatiga, ichki kuchiga ishongan ayol Iroda opa Rahmonova. Iroda opa 14 yillik tajribaga ega arab tili o'qituvchisi bo'ladilar. 4 farzandning onasi va ko'plab ayollar uchun ilhom manbaiga aylangan ayol bo'ladilar. Iroda opa, rahmat kattakon bizning podkastimizga kelganingiz uchun. Biz bugun nafaqat ilm haqida gaplashamiz va balki biz ham qanday qilib ayollar o'zini hayotida o'zi uchun yashash yoki ilm olish yoki hayotini o'zgartirish haqida gaplashamiz. Va boshida bitta narsani eslatib qo'ymoqchi edim. Balki esingizdan chiqib qolgandir, siz bu podkastlarga obuna bo'lishni unutgandirsiz. Shuning uchun hoziroq tekshiringlar. Obunamisiz yoki yo'qmi? Sizni obuna bo'lishingiz menga kuch beradi. Va ushbu podkastlarda biz har gal bizning mehmonlarimizda sovg'alarimiz bor. Iroda opadan hozir so'raymiz, qaysi sovg'alar tayyorlab qo'yganlar. Siz izohlarda kommentariy yozinglar, nima sizlarga yangilik bo'ldi. Ushbu podkast bilan bo'lishinglar, chunki ushbu
podkastda ham juda bu podkast manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Вот. И layk, komment, repost qilishinglar esinglardan chiqmasin. Iroda opa, rahmat sizga kattakon ushbu podkastimizga mehmon bo'lib kelganingiz uchun. Iroda opa, ozgina o'zingizni ham bizning obunachilarimizga tanishtiring. Nimadan yo'lingiz boshlangan, birinchi qadamlaringiz nimadan bo'lgan va hozir qaysi natijalarga egasiz? Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Yulduzxon, avvalambor qilgan taklifingiz uchun rahmat. Judayam xursand bo'ldim. Endi avvalo o'zimni tanishtirsam, demak men ayolman, tadbirkor ayolman. 4 farzandning onasi, boya aytganingizdek 2 nafar nabiraning buvijonisi. Oho, juda yosh ko'rinasiz. Rahmat. Kelin, erkak qiz va shu bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqda meni kuzatadiganlar bo'lsa bilishadi. Atilmiz onlayn maktabini asoschisiman. Arab tilidan mutaxassisman. 5 yildan beri 3000 dan oshiq o'quvchilarga onlayn tarzda arab tilini o'rgatib kelyapmiz. Ushbu sohani tanlashga sizni nima ilhomlantirgan? Bu sohani tanlashga avvalambor ota-onam sabab bo'lgan. 7 yoshimda Andijon shahrida 37-o'rta maktab bo'lardi, arab tiliga ixtisoslashgan. Shu maktabga uyimizdan uzoqroq joylashgan bo'lsa ham berishgan. Bundan maqsad endi musulmon inson baribir shu arab tilini bilish kerak, muqaddas kitobimizni tilini bilish kerak degan maqsadda shu maktabga, ixtisoslashgan maktabga berishgan. Va shu yo'lda davom ettirishga nima sizga ilhom bergan? Nima uchun ayollarga, ko'plab ayollarga, nafaqat ayollarga yoki faqat ayollarga o'rgatasizmi? Endi erkaklar ham bor. Endi 95% ayollar o'qishadi. Maktabda mana 10 yil o'qidim. A'lo baholarga o'qigan maktabimiz eng o'sha Andijon shahridagi mashhur maktablardan edi. Bitirgandan keyin tushunib yetdim, mana shu sohada davom etaman va sharqshunoslik fakultetiga, Andijon davlat universiteti sharqshunoslik fakultetiga o'qishga kirdim. 5 yil u yerda o'qidim va bu sohani tanlashimga yana bir sabab, mana onam menda ona tili adabiyot o'qituvchisi bo'lgan, menimcha shu yo'nalishda ketdim. Shuning uchun ham. Bilasizmi, Iroda opa, ko'p ayollarchi aytadi, menda vaqtim yo'q, menga kech bo'ldi yoki menga hali vohli, mana bu endi tilni o'rganishi, shunaqa ayollarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Endi bu niyatga, maqsadga bog'liq. Prioritet deydi-ku, o'sha nima ustun o'sha insonda. Agar haqiqatda ham o'rganmoqchi bo'lsa, qilmoqchi bo'lsa, vaqt topadi. Vaqt topadi. Maqsadga, niyatga bog'liq deb o'ylayman. Uyda qo'llab-quvvatlamasa-chi? Shunaqa ayollar bo'ladi-ku. Siz endi ko'p ayollarni o'qitgansiz, har xil hayotlarni ko'rgansiz, har xil istoriyalarni ko'rib, endi mana u Toshkentda balki ko'proq qo'llab-quvvatlashadi oilasi. Chet tilida boshqa shaharlarimizda ularda qanaqa vaziyat? Endi qo'llab-quvvatlash borasida endi shuni aytaman, baribir ayollar gapirishni bilishi kerak-da, tushuntira olishi kerak. Nima uchun bu narsa u insonga kerak. Bir o'quvchimiz bo'ldi, o'sha efir paytida judayam o'qigim kelyapti, turmush o'rtog'imdan so'rashga qo'rqaman, unamaydi deb o'ylayman dedi-da. Men aytdim, siz yaxshilab tushuntiring, nima uchun o'rganmoqchisiz, bu sizga nima beradi. Siz til o'rgansangiz, endi ayol kishi bilasiz-ku, o'rgangan narsalarni kimga? Farzandlariga o'rgatadi-da. Hech qachon o'zida ayol kishi olib qolmaydi bu narsa. To'g'ri. Tarqatadi shu ilm. Farzandlariga qanchalik foydali bo'ladi. Deganimki, ertasiga efirga kirganda to'g'ri aytgan ekansiz, tushuntirgandim, turmush o'rtog'im rozi bo'ldi deb shunaqa deyishdi. Demak, bizning ayollarimiz ba'zi paytlarda to'g'ri tushuntira olmaydi. Nima uchun? Qo'rqadi. Bir xil bilaman-da shunaqa ayollarni, so'rashga ham qo'rqadi. So'rab ko'r, balki endi yo'q deyishi, rad qilishi xohlashmaydi-da, shuning uchun so'rashmaydi. Endi eng muhimi birinchi qadam u so'rab ko'rish. Albatta. Baribir bu soha, sizni sohangizda hammaga kerakli deb o'ylayman. Yoshroq paytda o'qiganlar ularga osonroq bo'ladi deb o'ylayman-da, lekin yoshi kattalargachi ularda qanaqa bo'ladi o'rganishi, jarayoni? Mana shu 5 yil davomida onlayn o'qitayotgan bo'lsam, har xil yoshdagi ayollarga duch keldimda.
o'sha 20 yoshgachayam bor. Keyin turmushga chiqqan, farzand bilan, tarbiyasi bilan band ayollar bor. Keyin o'sha farzandlari katta bo'ldi. Ish jarayoni bo'ladi-ku 35 yoshdan 50 yoshgacha, pensiya yoshimizgacha ish paytida bo'lamiz. O'sha bolalarimiz katta, ishlaymiz va undan keyin o'sha pensiya yoshidagi ayollar shu hammasini qamrab oldik. Men boshida o'ylaganimda faqatgina shu o'zim yoshimdagilar o'qiydi deb o'ylaganim. Hozir shunaqaki, yoshi katta ayollar bizda ko'proq. O, Ko'proq shunaqami? o'qishadi-da. Boshida qo'rqishadi, eplay olarmikinman, xotiram yaxshi emas, qon bosim, shunaqa deyishadi. Lekin o'qish jarayoniga kirib kelgandan keyin o'sha kasalligi ham esidan chiqadi. O'zlari aytishadi, yoshlik birinchi sinfga qaytgandekmiz. Xuddi partada o'tirib dars o'tayotganga o'xshaymiz yoki institut davriga qaytganga o'xshaymiz. Ularda ham hayot mazmuni ham paydo bo'lsa kerakda. Da, Men shunaqa. o'qib olishim kerak, o'rganib olishim kerak. Endi man bilishim bo'yicha o'zimda ham shunaqa maqsadim bor, o'rganishni. Chunki baribir o'zimizni Qur'onimizni arab tilida o'qiganim bu boshqacha. Chem Albatta. transkripsiya bo'yicha o'qish bu ham o'rgansa, ham so'zlarni aytgancha so'zlarni ham o'rgatasizmi? Da, albatta. Tushunishi ham bo'ladimi? Albatta. Endi o'qigan. mutaxassisligim tarjimon referentda. Ham o'sha o'zim umuman o'ylayman, tushunmasdan o'qish bu nonsensda. Endi qanday tushunmay o'qish mumkin? Shu Baribir nima namozlarda ham. o'qiyotganingizni bilishingiz kerak-ku. Namozlarda hamcha yodlab olasiz-ku suralarni. Ba'zi paytlarda hayolingiz boshqa joyga ketib qoladi. Tushunmaysiz. Tushungan paytingizda u umuman ma'nosi ham sizga ochiladi deb boshqacha bo'ladi. Ha, shunaqa bo'ladi. Baribir tushunib o'qish kerak. Ba'zida o'quvchilar faqat o'qisak bo'ldi deyishadi-da. Men aytaman, tasavvur qiling, inglizcha kitobni ochdingizda o'qib ketyapsiz. Lekin nima o'qiyotganingizni tushunayotganingiz yo'q. Xuddi shu narsa arab tili ham til, bitta chet tili. Uni ham baribir tushunib o'qisangiz, u o'zingizni qabul qilishingiz ham, sizga singishi ham, o'sha insonlar qalb sakinati uchun o'qiyapman deydi. Shuni oladi hamda yana ham yaxshiroq singadi insonga. Albatta tushunib o'qish kerak. Shunaqa. Ilmli ayol qanday o'zgaradi? Mana siz kuzatasizku shu ayollarni qanday o'zgarish bo'ladi ularda? Qanaqadir ichki erkinlik beradimi yoki xursandchilik beradimi? Endi o'zi ilm borasida gapirganda, endi hozir ancha yaxshi bo'lib qoldi, lekin avvallari baribir shundan gapirib ketaman, ayol kishida baribir o'ziga ishonchi kam bo'ladi-da. Ko'p ayollarda qila olarmikinman degan ikkilanish juda ham ko'p bo'ladi. Endi uni asl sababini o'ylab ko'rdimda, menimcha bunga sabab o'sha yoshligimizda qizlarni oiladagi muhit tarbiyasi. Masalan, biz qiz bola tarbiya qilsak, uni idishni chala yuvishiga biz ko'proq koyiymiz darsini qilmaganidan ko'ra. O'sha narsaga ko'proq e'tibor beriladi-da. Afsuski. Birovni uyiga borganingda shunaqa bo'lasan. Ovqatni o'rganish kerak, lekin darsingni qildingmi, buni bajardingmi degan narsa kam bo'lgan. Endi hozir bu holat anchagina to'g'rilandi deb o'ylayman. Shu narsa ham qiz bolani miyasida o'sha ko'proq shu narsa muhim, ilm emas degan nima bo'ladi, o'ziga ishonchsizligi ko'payadi deb o'ylayman. Lekin ilm olgandan keyin albatta avvalo ilm shunaqa narsaki, mana masalan arabni o'rganda bu faqat endi til emas-ku, tarixni o'rganadi, madaniyat, ma'naviyat oshadi, boshqa bir xalqni o'rganadi va shunda inson o'zi qobiliyatini anglab oladi. Kimdir mana o'zim o'quvchilarim juda chiroyli yozadigan o'quvchilar bor. Kelganda umuman alifni ham yoza olmaydigan o'quvchilar 3 oyda shunaqangi bir xattotlik yozuvi deysiz-da. Avval bilarmidingiz yozishni desam, yo'q, shu yerda o'rgandim. Shunaqa chiroyli yozishadi. Kimdir chiroyli, juda ham talaffuzi chiroyli bo'ladi. O'sha ichki nimalar uyg'onadi-da insonni. Shu nima bo'ladi? Ishonchim ortdi. Oilada deydi, kayfiyatim ko'tarildi. Ayol kishi bilasiz, oilani bu ruhiyati-da. To'g'ri. Ayol kishida kayfiyat bo'lsa, butun oila yaxshi kayfiyatda bo'ladi. Shunaqa bo'lib, ayollar o'sha ishonchi oshib, kayfiyati oshib, o'z ustida ishlab, bekorchi xayollarga ham vaqti qolmaydi. Lekin mana siz ko'p ayollar bilan ishlaysiz. Ularda eng katta to'sqinliklar qanday, qaysi bo'lishi mumkin ularning orasida? O'sha boya aytgandek ishonchsizlik birinchisi, gapira olmaslik. Qaysi ma'noda o'zini o'sha
turmush o'rtog'iga, qaynonasiga, oiladagilarga o'zini fikrini ayta olmaydi. U hech qanday qo'rqinchli narsa ham bo'lmasligi mumkin. O'ziga o'zi katta bir unaqa to'siq chizib oladida, Hmm. katta narsa qilib, o'zidan o'zi qo'rqaveradi o'sha narsadan. Qo'rquv demak. Mana qarang, bir o'quvchimiz, yoshi katta o'quvchi, bir 50 yoshga borgan, 3 oy o'qigan deyman, lekin turmush o'rtog'iga aytmagan. Voy. Bekitib o'qiganda, qanaqadir boshqa bir xayollarda o'ziga o'zi to'siq qilib olgan. Oxirida imtihonga tayyorlanadi. Bizda arabcha o'zi haqida gapirib berish kerakda. Bitta xonaga kirib, hamma ehtiyotkorlikni esidan chiqargan. Tayyorlanayotganda turmush o'rtog'i kirib qolgan. Xonasiga kirib qolganda nima qilyapsan desa, qo'rqib yig'lab yuborgan. Uzr shunaqa desa, shunchani sen o'qidingmi? Sen shuni yozdingmi? O'sha daftarlarni ko'ryapti-yu, sen qildingmi shu narsani deb hayron qolib, judayam xursand bo'ldi turmush o'rtog'im. Shunda menga deydi tilla uzuk nima sovg'a qildi. Voy. O'ziga o'zi chizib olib 3 oy qo'rquv hadikda yurganda shu ayol va bunaqa ayollar juda ko'p. Ko'p a. Nahotki bizning Judayam ko'p. ayollarimiz shunaqa yashaydi qo'rquvda. Yana shunaqa nima bor? Dars boshlab, dars qila olmayapman. Ha, nima qila olmayapsiz? Bolalarga qarashim. Xo'p, 24 soat, 1 soatini o'zingizga ajrata olmaysizmi? Shuni ayting uydagilarga. Menga iltimos shu 1 soat vaqt bolamni olib turinglar, dars qilib oling. Ungacha o'sha ovqatni qiling, kiringizni yuving, hamma narsani qilib. Unaqa bo'lishi mumkin emas. 1 soat vaqt aytgan ekan, ha, bo'ldi deb ajratish bergan. Vaqt darsini ham qilgan, xursand bo'lgan, keyin qaynonasiga o'rgatdi shu bilimni. O, nafaqat bir kishi o'rganarkanda, butun oila, onasi, qaynonasi, singlisi. Ayol kishilar bizda shuku, o'sha nimadir olsa darrov bergisi keladi, ulashgisi keladi To'g'ri. yaqinlariga. Sizda o'rganish shunchaki osonmi? Endi shunaqa narsa bor, bir ustozlarim aytgan, siz sen berayotgan ilmni 5 yosh bola ham tushunishi kerak deganda. Shuni men o'zimga nima qilib olganman. Har qanday o'sha mualliflik kurslarimni yozamanmi, kitob nima qilamizmi, shu narsa nimamda turadi. 5 yosh bola ham tushunishi kerak. Agar tushunmadim desa, bu u insonni zakovati pastligidan emas, bu o'qituvchini mahorati pastligidan dalolat beradi. O'sha uchun harakat qilaman To'g'ri. hammaga tushunarli bo'lishga darslar. Lekinchi bir xil undoq kimdir o'qiyman desa, o'zimdan ham undoq olsam, qaysidir kurslarni sotib olaman, nimadir o'qiyman deymanda, motivatsiya boshida bo'ladi, keyin oxirigacha yetishga shundoq tushib ketadi, oxirigacha ham yetkazmayman. Bu nimadan bo'lishi mumkin? Bu tabiiy holat, o'rtada hammada bo'ladi. Bu narsa bo'ladi. O'sha buyog'i endi o'sha ustozni vazifasida nimani o'quvchida nimani ko'tarish, Sizlar nima qilasiz? motivatsiyani ko'tarish. Ko'p men jonli efirlar olib boraman bu borada, chunki men o'quvchilarimni yaxshi o'rganib chiqdimda auditoriyani. O'sha 7 yosh ham bor, 10 yosh ham bor, 75 yosh ham bor. Mana shu onlayn ta'lim jarayonida o'quvchini holatiga tushishni o'rgandim. Men endi 1-sinfimda o'rganganman-da, bular o'rgangan narsani. Qancha mana umr 1-sinf hozir mana 48 ga kirgan bo'lsam, 40 yil oldin o'rgangan ekanman. Uni men hozir esimda yo'q, qanaqa holatni u paytda kechirganman, lekin mana shu 70 yosh o'quvchi arab tilini noldan qiynalmasdan onlayn o'rganish ham bu jasoratda, baribir. Bu self study, o'zi o'rganadi. Men uyga bormayman-ku, men dars o'qing deb yoki u offlaynga kelmaydi. Demak, u shu darajada rivojlanib o'rganmoqchiki, o'zi tayyor. Mana shu ishtiyoqni so'ndirmaslik kerak. Birgalikda maqtab, hech qachon o'quvchini bezdirib bo'lmaydi. Bir onlayn ta'limda shunaqa qilishdi, men hayron qoldim. Onlaynda o'quvchi dars bajarmagan ekan, onlaynda o'rnidan turgizib qo'ygan. Voy. O'quvchini. Shunaqasi ham bor. Shunaqasi ham bo'lgan ekan. Arab tili qanday bo'lishi mumkin? Yo'q, menda endi ana hozir 3000 dan oshiq o'quvchi o'qigan bo'lsa, hamma o'quvchi, 3000 dan oshiq o'quvchi o'qidi, hammasiga o'zimni kuchim yetmaydi va shogirdlarim bor. Oliy ma'lumotli ustoz qizlar, yigitlar, o'sha hammasi sharqshunoslik, ma'had hamma bitirgan o'quvchilar, o'quvchi studentlar ya'ni bor va ularga aytamanki, o'zim bilan birgalikda, demak, a'lochi o'quvchini o'qitish hammani ham qo'ldan keladi-da, masalan. To'g'ri. Bizni nimamiz shu
pastroq o'qiyotgan o'quvchini siz yuqoriga olib chiqing. Shunchalik bizga ishonib keldimi, uni ixlosiga biz javob berishimiz kerak, ishtiyoqini so'ndirishimiz kerak emas. Shu ko'tarishimiz kerak shu o'quvchilar oxirida xursand mayli maqtab qo'ying, shuni yanayam qo'lingizdan keladi, zo'r deb qo'ying. U yomonlash hammani qo'lidan keladi. Uni o'rniga maqtab, yaxshi gapirib, shu nimaga olib chiqamiz natijaga. Yaxshi, o'zimga o'xshayotgansiz. Mana yaxshi gap bilanda. Yaxshi gap Endi bilan masalan o'quvchilarimiz bizda qanaqa yoshi kattalar ko'pki, ular ko'p narsa ko'rgan hayotda. Yoqmaydi ularga ko'p talab qo'yishingiz. O'zi u yetib keldi уже qiyinchilik ko'rdi, boshqa ko'rdi. Endi rohat ko'raman deganda kimnidir turtkilashi, boshqa qilishi talabchanmiz, judayam talabchanmiz. Men o'quvchilarga aytaman, tilingizga kirdingizmi, bo'ldi, osmonga chiqsangiz, oyog'ingizdan tortib olamiz, yerga kirsangiz, qulog'ingizdan bo'ldi. Bitirmaguningizgacha unaqa nima qilinmaydi. 3 marta dars qoldirib, shu nima bo'lasiz. 3 marta qoldirish mumkinmi? Albatta, haftada 1 marta o'zi uchun endi onlayn Zoom jonli darslarimiz haftada 1 marta bo'ladi-da. Bu hamma narsa o'sha band ayollarga siz ham bemalol o'qisangiz bo'ladi. Yulduzxon, chunki haftada 1 marta. O'ylab qoldim. Haftada 3 marta emas, 1 marta kirasiz jonli darsga. Bo'ldi, qolgan payt o'zingiz platformada 24 ga 7 darslarni bajarib, kurator har kuni siz bilan aloqada bo'ladi. O'z vazifalaringizni tekshirib. Shunaqa bo'ladimi? Men bilan ishlaydigan individualni har bitta o'quvchi bilan bitta kurator ishlaydi. Chunki men endi niyatim bor edi. Qachondir balki shu suhbat sabab. balki chunki hozir aytyapsiz-ku, menga o'zi men umrimda 1 marta oxirigacha o'tadigan maza qilib bitta kursga bitkazganman. U chet ellik kursi bo'lgan, Netsxab Fintasiyachi. И то nima sabab bo'yi men bilan kurator ishlagan. Biz atigi 2 kishi bo'lganmiz o'sha kuratorda, 3 kishi ishlardik-da. Har hafta uchrashuvda voy, meni kutishyapti, men kirmasam bo'lmaydi debda o'zim vaqt topib majburlab kirardim-da. Keyin nimadirlarni bilmagan bo'lsam sразу o'qib olardim. Oxirigacha bitkazib shunaqa maza qilganman. Bu вот shunaqa kurator bo'lgani uchun. Demak, sizda shunaqa kuratorlar bor. Keyin mana maza qilganman deyapsiz. Bu his tuyg'uni sizga hech narsa, hech qanday pul bermaydi-da. Odam o'zi shunga yetib kelsa, siz chunki mehnat qildingiz-ku uni qilish uchun. To'g'ri. Siz o'zingizga uni hech kim qilib bermaydi. O'sha nima hisli, g'oliblik hissi zo'r narsa-da. Shu oxiridagisi. Anaqaga qaraganda-da, chem sotib olaman. Bo'lgan shunaqa kursda qolib ketgan. Ichingizda-chi, voy, qilmadim, nimadir qilinmagan ish. O'zingizga nisbatan bir nima bo'ladi, minus yozasiz. Har gal esimga tushaveradi, uni tugatmadim, buni tugatmadim-da. Так что oxirigacha demak bitkazgani bu xursandchilik his tuyg'uni beradi. O'shani aytaman o'quvchilarga, marafon yuguriladi-ku, necha ming kilometr. Oxiri kirib kelasiz-ku stadionga. Tasavvur qiling, hamma deyman yaqinlaringiz qarsak chopib turibdi, siz oxirgi krugni qilyapsiz. Mehnat qilib, ter to'kib, uni nimasi baribir lazzati boshqacha. To'g'ri. Bu-chi deyiladi длинный dofamin, uzoq dofamin. Chunki bu sizga miyamizda shunaqa ximический elementlar chiqarkan, biz maqsadga erishganimizdan keyin xursandchilik uzoq vaqtga yetadigan. Mana bu telefonda biz ko'ramiz, u qisqacha. U bundan ko'rdik, bizga yetmadi, yana keyingisini ko'rdik, yana bundoq aylantirib yuboramiz-ku. O'shaning uchun o'tirib, mana bu reelslarni ko'rgandan ko'ra ilm olgani yaxshiroq. Men ham o'zim, bu meni fikrim, shaxsiy fikrim. Поэтому endi bizning ayollarimiz, qarang, ayol rivojlansa, bu nafaqat o'zi uchun, to'g'rimi? Bu ham farzandlari uchun rivojlanish. O'zgarsa, farzandlariga ham shu ilm bilan bo'lishi mumkin. Keyin ushbu ayollar ham o'ziga nisbatan qanaqadir ishonchi ham ko'payadi, to'g'rimi? Shunaqa. Endi ilm olsa, mana masalan, ayol ojiza deymiz. Tabiatan shunaqa, endi erkak kishi rahbar, ayol ojiza. Va ojizaligini ko'pchilik inson noto'g'ri tushunib oladi. Bu ojiza bo'lib hech narsaga qodir emas inson emasda. Ayol kishiga ko'p narsa bog'liq. Jamiyatni bir asosiy yechekasi-ku, ayol kishi, mana aytyapmiz, oilani ruhi, kayfiyati deyapmiz. Ayol kishi rivojlansa, mana erkak kishi kuni ko'chada
oilasini boqish kerak, bolasini kontraktini to'lash kerak, qiziga sarpaga narsa yig'ish kerak, ish ko'p va tabiiyki keyin bolani tarbiyasi kimda? Bu ayol kishida. Erkak kishi uni qila olmaydi, qo'ldan kelmaydi. Ayol kishi o'ylayman shu narsaga baribir javobgar shaxs. Va shu ayol endi ilmli bo'lsa, mana shu butun ilmini bolasiga beradimi va qanaqa inson keyin o'sib chiqadi mana shu bolalardan to'g'ri yo'naltirsa. Endi bu faqat arab tili ilmi emas, bu har umumiy taraflama. hozir ilm haqida Ilm hozir haqida, gap ha. ketyapti. Hamma ilmni qanday inson qanchalik ayol kishi kuchli bo'lsa, shu ilmdan farzandiga beradi. Va bu farzand biz kelajagimiz, vatanimiz kelajagi. Demak, erkak kishilar ham bu narsalarga to'sqinlik qilish kerak emas. Nima deb o'ylaysiz? shunaqa. Chunki bir xil erkaklar ilmli ayollarga qanaqadir boshqacha qaraydida. Yo'q, kimdir ham o'ylaydida, "Men bunaqa kuchli ayolni olmayman" deb. Siz bu fikrga nima deb o'ylaysiz bu fikr haqida? O'sha agar kuchli ayol bu nima degani? Ilmli ayol masalan. Masalan, kuchli ayol erkaklar qanaqa tushunadida? Mana shu ojizalikni xohlamay, menga ustun bo'lmoqchi deb tushunadi. Shuning uchun xohlamaydi. Lekin aslida ilmli odam kibrli bo'lib ketadi deydi-da ayol kishini. Endi ayol kishini kibrli bo'lishi bu nima? Ayol kishini men o'ylayman kibrli bo'lishi mustaqil bo'lishga harakat. Bo'ysunmayman, o'zim bo'laman deydi. Lekin asli to'la to'kis ilmli inson ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi? Haqiqiy ilmli bo'lsa, u hech qachon kibrli bo'lmaydi. Ilm bu kibrni sindiradigan narsa-da. Biron bir olimni ayta olasizmi? Olim ulamoni zo'r ilmli bo'lsin-da, kibrli bo'lsin. Aytadi-ku, qancha ilmli bo'lgan sari inson shu darajada bir yumshoq tabiatli nima inson bo'ladi-da. Demak, ilm hech qachon nimani kibrli qilmaydi. To'g'ri. Yolg'on bir ozgina nimalarda. Keyin yana bir narsa, Ayol kishi uchun soch bu go'zallikning, qalbdagi xotirjamlik va o'ziga bo'lgan ishonchning muhim qismi. Lekin afsuski, ayniqsa tug'ruqdan keyin, Covid kabi kasalliklardan keyin ayollarda soch to'kilishi kuchli boshlaydi. Menda ham xuddi shunday bo'lgan. Har 3 farzandimdan keyin sochim sezilarli to'kilib ketgan. Shu paytda sochlarimni haqiqatdan qutqargan bu Sachesta Hair and Nail bo'ldi. Fransiyada ishlab chiqarilgan bu kompleksni bir kurs qabul qilganimdan keyin natijani birinchidan bo'lib stilistim ko'rib qoldi. Yangi mayda sochlar chiqqanini aytdilar va mana shu yerda bundoq liniya qop-qora bo'lsa, bu degani mayda sochlaringiz yangitdan chiqayotganini isbotlab berar ekan. Shuning uchun aytdilar, xuddi kraska ketmagandek qop-qora bo'lib turibdi dedilar va sochim qalinlashganini ham aytdilar. Shuning uchun men sizlarga Sachestani tavsiya qilgan bo'lardim. Va Sachesta Nail and Hair bu shunchaki vitamin emas. Bu ayolning o'zini yana parvarishlangan va ishonchi his qilishga yordam beradigan kompleks parvarish. Sachestaning asosiy farqi Fransiyada yuqori sifat bilan ishlab chiqarilishi va kuchli tarkibidir. Biotin, bambuk ekstrakti, sink, magniy va L-metianin preparatni O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan topishingiz mumkin. tabiatan erkak kishi yuqori nima qilingan, ayol kishi ojiza pastda bo'ladi. Endi bu erkak xotin kishi rivojlanaman desa, bu o'zini statusini yo'qotishdan qo'rqib, keyin yur birgalikda rivojlanamiz deb o'zi xohlamaydida, buni pastga tortishni boshlaydi. Agar erkak kishi o'ziga ishonchi baland bo'lsa, o'zi ham mana xotin kishi shuncha harakat qilyapti, mana ham shuni qiling, rivojlaning, birga ketaylik desa, bunaqa bo'lmaydi. Ko'pincha men o'ylayman, o'sha dankasa erkaklar, endi hamma ham unaqa emas-ku, o'shanda nimalar xohlamaydi. Ikkinchi sababi balkim o'sha ilm olayotganda ayollar balkim boshida o'zini noto'g'ri tutib qo'yishar. Shunisi ham bor. Kibrga tan olish kerak. berilib, kibrga berilib. Agar kibrga berilmasdan o'sha ojizaligini tan olib, doim erkak kishi ustun. Biz buni tan olishimiz kerak. Lekin bir xil paytlarda endi men ham ilm olganman, bir xil paytlarda baribir hamma bu etapdan o'tadi. Ozgina men kimdirdan ko'proq bilaman. Ota-onangizdanmi yoki turmush o'rtog'ingizdanmi, singlingizdanmi, kimdirdan ozgina shu vaqtni kutish kerak. Keyin o'sib ketasiz. Bu ichingizga joylashib bo'lgandan keyin bu sizga уже norma holat bo'linadi. Siz o'zingiz
o'zingizdan nima ko'rayotgan narsa bo'lsa boshqalardan ham ko'rasizda. Mm. Bu etap bo'ladi hammada Da. demoqchiman. Aytadiyu suv loyqalanib keyin tinadi deydi. Ha. Bir loyqa bo'lib oladida. Ha, ha, ha. Shunaqa gapirgis Da, keladi, da, bo'lishingiz keladida. Sizdagi olganda. o'zgarishni insonlar ko'rishni xohlaysiz. Bo'lib turadi endi buni ham anaqa bu umumiy e'tiborimiz ilm olganda bu lekin arab tilida o'rganganda endi balki mani fikrim bo'yicha bu sal boshqacharoq bo'lsa kerak. O'zingizni his qilishingiz boshqacha bo'ladi. Da, shunaqa. Chunki siz boshqacha ilmda bu bizani arab tilimiz jannatiy tilimiz deyishadi-yu o'shanga. Bunda endi kibrlanish naверное bo'lmaydi. Sizni o'quvchilaringiz orasida Ba'zida bo'lib qoladi. Bo'ladimi? Biz o'quvchilar nima holat bo'ladi? Endi har xil o'quvchilar uchratamizda. Umuman rozi o'quvchilar juda ham ko'p. Hayoti o'zgargan o'quvchilar. Masalan, bir o'quvchimiz shunaqani aytib berdi. 2 yildan beri turmush o'rtog'i kasal ekan, insult yotar ekanda. U ayol endi kasalga qaragan kasal deydi-ku. Kasalga qarash oson emas. Uyqusi ketgan u ayolni, qon bosimi oshadi. Bizga kursga yozilgan, sal nima qilamanmikan deb, chalg'irmanmikan yozilib, darsga shunaqa kirishib ketgan, uyqusi joyiga tushgan u ayolni, asabim joyiga tushdi deydi. Keyin turmush o'rtog'im o'qiyotganimni ko'rib, umuman gapira olmas ekan, o'ldirardi deydi. Men bilan birga takrorlashni boshladi. O'rnidan turib harakat qilishni boshladi. Mendagi harakatni ko'rib deydi. Shunaqa jonli uchrashuvlarimizda aytib berishadi. Men o'zim ulardagi nimani ko'rib Allohimga shukr aytaman, shunchalik insonlarga o'ylamagandim bu darajada ta'sir qiladi deb. Men maqsadim boshida shu onlayn maktab ochganda men o'zim 4 farzandni onasi bo'lganim uchun farzandlarimni tashlab qayergadir borish muammo bo'lganda. Rivojlanaman, boraman, chiqish kerak-ku, borish kerak. Bolalarni tashlab ketishga nima yo'q. Shuning uchun boshidagi maqsadim shu edi. Onlayn orqali demak ham o'rgansin qolgan insonlar ham bilim olsa bo'lar ekan deb o'zim 2015-2016 da boshlaganman. Shu onlayn o'sha Misr davlatida ustozlarim bor edi, boshqa davlatlarda shulardan olib, keyin shunda maqsad qo'ygan edim. Albatta shu narsani xalqimga yetkazaman, mumkin ekan shu narsa. Onlayn o'qib, bilim olsa, ayollar endi qolib ketishi bir haligi farzandli bo'lish bu ular uchun jazo emas-ku, u rivojlanish kerak deb boshlagandim. Endi hozir nima bo'lyapti? O'sha aytganimdek, hamma yoshdagi insonlar o'zini anaqasini topdi-da shu onlaynda. Dekretdagilar stressdan chiqdi, chunki ular qotib qoladi, o'zida anaqa fikr bo'lib qoladi. Dekretdagi ayollarda qolib ketyapman, dunyodan qolib rivojlanishdan qolib ketyapman. O'shandan ham depressiya paydo bo'ladi-da. 4 ta devor ichida qolib ketyapman deyaveradi. Arablar o'rganib qarasa insonlarga qo'shildi, qo'ldan kelar ekan, hali ham qila olar ekan dedi-da. O'rta yoshliklar ularda seriy hayot bo'lib qolgan. Ish, uy, mana shunaqa krug. Farzandlar. Yaqinda bitta o'quvchimiz aytdi, endi uyga shoshadigan bo'lib qolganman. Tezroq borib darsimni qilib topshirsam. Burun shoshmas edim deydi. Qarang, hayot o'zgaradi. Shu bitta qabul qilingan qarordan ilm olaman deb qancha nechta hayotlar o'zgargan. Mana siz aytdingiz, siz 4 ta farzandni onasi, sizga qiyin bo'lmaganmi? Nahotki shu yillar davomida yoki mana bu ishni boshladingizda sizga shu oilangiz qiyin to'sqinlik bo'lmaganmi yoki siz bo'ldi hozircha qila olmayman, tashlab qo'ying, keyin qachondir qaytaman, bunaqa fikrlar bo'lmaganmi? Endi to'sqinlik borasida turmush o'rtog'im bilan biz shunaqa nima qilganmizki, boshida turmushga chiqqanimda ingliz tili bilan men o'sha paytda ko'proq shug'ullanardim-da. Turmush o'rtog'imga o'sha paytda ingliz tilini o'qituvchi kerak bo'lib qolgan. Men o'sha o'qituvchimni topib berganman. Keyin farzandlar tug'ildi, birinchi qizim, ikkinchi qizim tug'ildi va farzand tarbiyasi bilan band bo'ldimda, o'sha paytda xo'jayinim o'sha ingliz tilidan daraja ancha ko'tarilib ketdi, karyera qildi. Undan keyin ustoziga men birga borganman. Shunaqada bir-birimizni qo'llab-quvvatlab o'sha jarayonlardan o'tganmiz. Shuni tushunganman. Meni asosiy vazifam boshida o'sha bolalar katta bo'lguncha, boya aytdimki, erkak kishi ko'chaniki, u o'shuncha nima bilan yuradi. Bolalarni eson-omon chiroyli tarbiyalab, sog'lig'iga qarab katta qilib olish. Birinchi men o'zimga shunaqa vazifa qo'yganman. Katta bo'lishgandan keyin ungacha ham ishlardim, lekin bu darajada to'liq emas.
keyin уже katta bo'lishgandan keyin mana kichik o'g'lim 10 ga kirgandan keyin уже bu sohaga chuqur kirdim. Chunki ular katta bo'lishdi, ham endi bu yog'iga ularga qo'yib berish kerak. O'zlariga rivojlanishiga. To'g'ri. Shunaqa bo'lgan. Sizni oilangiz to'sqinlik qilishmaganmi shu ishingizga yoki наоборотmi, qo'llab-quvvatlashdimi Yo'q, sizni? yo'q, bu to'sqinlik bo'lmagan bizda. Shu aytyapmanki, turmush o'rtog'im bilan bu sohada shunaqa bir-birimizni qo'llab-quvvatlab. Yo'q, shu Iroda Rahmonova bo'lishiga kim sababchi demoqchimanda. Endi avvalo oilam, tug'ilib o'sgan oilam. Bizda judayam ilmga katta e'tibor, 3 ta farzand bo'lganmiz. Uchalamiz ham maktabda oliy a'lo baholarga o'qiganmiz. Keyin ham o'sha narsa baribir insonga ta'sir qildi. Oilada o'sha kitob ko'p o'qirdik. Har hafta o'sha Andijonda Leninsk degan joy bor, kitob sotadigan do'kon bo'lardi. Har shanba borib ayam bilan kitob olardikda. Shu o'ylayman bir haftaga demak yetar ekanda. Uni talash bo'lardi uyimizda. O'sha kitobni kim birinchi boshlab olsa undan ola olmaysiz. Shunaqa nimada o'sganman. Avvalo shu tarbiya, ota-ona uyimizdagi nimalar va keyin albatta bu men turmushga chiqqan oila. Ular ham qo'llab-quvvatlashdimi? U oilada hech qachon zapret bo'lmagan bunaqa narsaga. Turmush o'rtog'im albatta. Agar men shunchalik oilada o'sib, shunchalik ilmga bir nima bo'lgan bilan agar turmush o'rtog'im yo'q, bo'lmaydi, o'tir deganda qarshingizda hozir Iroda Rahmonova o'tirmagan bo'lardi. Ana ko'rdinglarmi shunaqa Turmush podkastlarni o'rtog'imga. turmush o'rtog'ingizga ko'rsatinglar. Ham oilalisiz, ham ona, ham rafiqa, ham kelin, har tomonlama rivojlanganda sizda oilangizni unutmadingiz demoqchiman. Chunki ba'zi erkaklar shu o'zidan ketib qoladi. Anaqa bermaymizda, rivojlanishga bermaymiz deb Shu to'sqinlik o'rinda bir qilishadi. narsani aytmoqchiman. Mana ayol onamiz, kelinimiz, turmush o'rtog'imiz, bilasizlarmi? Hozir shunaqa bir nima ketyapti, bir og'irlik kelgan deydi ayollarga. Hamma narsani o'zini gashti bor deb o'ylaymanda. O'sha kelinlikda ham gashti bor. Kichkina farzandni aytishadi-ku, keyin hidini topa olmaysiz u bolalarni. Ko'chaga chiqib ketishadi, qizlar turmushga chiqib ketishadi, bo'ldi. Bu vaqtinchada, bu qiyinchiliklar. O'shani bu ham bir baxt-ku. Farzand ko'ra olmaganlar qancha bo'ladi. To'g'ri. Masalan, qaynonali kelin, qarqara kelin deb bekorga bu maqollar ham chiqmagan. Hamma narsani o'zini gashti bor. Kelinlikni ham, farzandli bo'lishi ham. Faqat o'sha paytda uni to'g'ri qabul qilib, buni bir o'zini rivojlanishiga, o'sha insonni rivojlanishiga qachon inson o'sar ekan? Qiyinchilik kelsa o'sar ekanda, zona komfortga tushib qolsa hech kim o'smaydi-ku. To'g'ri. O'sha qiyinchilik o'sha insonni o'sishi uchun berilar ekan o'zi asli. Shuni to'g'ri qabul qilib, birgalikda harakat qilib, o'sha gashtini surib, kelinlikni ham, yosh bolalik paytini ham gashtini surib, hammasi o'tib ketadi. O'sha aytadi-ku, bir yilda 4 fasl bo'lsa, bahor, yoz, kuz, qish. Inson hayotida mana shular hammasi aylanib yuraveradi. Faqat shu to'g'ri qabul qilib Chiroyli hozir yashash shuni kerak. ta'riflab berdingiz. Xuddi yilda Bo'ladida endi o'sha fasli. narsa. Bir xil ayollarda shunaqa hayotda o'zgarmaydigan bo'ladida. Bir xil ayollarimiz ko'radi, harakat ham qilmaydi. O'ziga o'zidan krest qo'yib qo'yadi. Bo'ldi, mani hayotim shunaqa ekan, o'zgarish ham bo'lmaydi. Shunaqa ayollarga nima tavsiya berardingiz, maslahat? Siz ham endi siz bilishim bo'yicha siz Andijon shahridansiz. Siz ham kelin bo'lgansiz. Katta oilaga kelin bo'lib tushgansizda. Lekin hayotingiz o'zgarganda. Mana bizani ham ko'p ayollar kuzatadi boshqa shaharlardan. Nima qilish kerak? Birinchi qadam nimadan boshlash kerak? Siz uddaladingiz-u, siz qila oldingiz-u. Ular endi nima qilish kerak shunaqa ayollar? Endi bor holatni o'sha boricha qabul qilish kerak. O'zidan jabrdiydan yasab olmaslik kerak. Endi menda ham bo'ladi, masalan, jabrdiyda deganda biz ham bir nima emasmiz-ku, yig'laymiz, har xil holat bo'ladi hayotda. Lekin endi keyin ozgina yig'lab, ozgina stradats qilib olib, keyin o'rningizdan turib, tur, qo'lingdan keladi. Sen zo'rsan, aqllisan deb o'zingiz maqtab davom etaverasiz endi hayotda. Shunaqa boricha qabul qilish kerak, harakat qilish kerak. Hech kim masalan 24 soat bo'lsa ustingizga o'tirib olmaydi, shuni qilasan deb. O'sha 1 soat, 2 soatini o'zi uchun ajratsa bo'ladi-ku. Ayol kishi hammasi o'ziga bog'liq. Uni ruxsat bermaydi, unaqa emas. Hammasi o'ziga bog'liq. Hozir sizni gapingizdan eshitganim birinchisi bu o'zidan jabr
gapirdikda yasamaslik. yasamaslik, Da. ikkinchisi o'zini maqtash. Da, maqtab turish kerak. Bu judayam Albatta. muhim, chunki biz har gal o'zimizni minus tomonlarimizni ko'raversak, bu ham ko'payaveradi va boshqa yon atrofdagi insonlar buni ham bizda ko'radi. Da. Va keyingisi bu maqsad qo'yishmidi sizda? Harakat qilish, Harakat qilish, maqsad maqsad qilib, qo'yib harakat harakat qilish. qilish. Vot. To'rtinchisi bo'ldi, chiqing shundan 1-2 soat o'zingizga ajrating o'qishga, ilm olishga. Uyda bo'lsangiz ham onlayn kurslar hozir ko'p. Mana shunaqa qidiring-da kurslarni. O'qib baribir siz o'zingizni ilmingizni oshirib, o'shanda ham sekin-sekin hayotingiz ham o'zgaradi. Даже man ham o'zimda ko'raman, sezaman. Turmush o'rtog'im bilan munosabatlarimiz ham o'zgargan. Qaynonam, qaynotam, biz haligacha yashaymizda, qaynona, qaynota bilan. Ular bilan bizani munosabatlarimiz boshqacha. Chunki man o'zimga nisbatan ishonchim ko'paygan. Kelin bo'lgan paytimdagi qarasam, hozirgi Yulduzga qarasam, umuman boshqa Ular ham inson. faxrlanadi-da. Ha. Masalan, meni bu deymiz, olima kelinim deb turadi-da. Ha, shunaqa Faxrlanishadi. deyishadi. Oyimam, qaynonam тоже faxrlanishadi, to'g'ri Biz edi. oldimizda ko'p narsani o'zimiz chizib olamiz-da, Yulduzxon. Mm. Unaqa bo'lmasa ham xayolimizda shunaqa bu sukadi, shunaqa nima, unaqa emas aslida. To'g'ri prepodnести deydi, to'g'ri aytib, to'g'ri niyat qilib, yaxshi gumonda bo'lsa, hamma narsa o'zi aslida yaxshi bo'ladi. Xayrli-ku, o'sha qilayotgan ishingiz xayrlimi? Bo'ldi, u yog'iga bosish kerak-da, Alloh beradi. Siz bir qadam bossangiz, o'sha qaysidir bir hozir esimdan chiqdi, olim aytganda, bir qadam qo'ysang, qolgan 10 qadamni Alloh ochib berar ekan. To'g'ri. 100% to'g'ri. O'ziga bog'liq. Ha. Va ishonch bilan-da, Albatta. anaqa bilan, nima edi, vera bilan. Vot, ishonch bilan qilsangiz, bu ham yanada ham tezroq eshiklaringiz ochilib ketadi. Ha, shunaqa o'sha meni nima qiladigan narsa, shu ishim masalan insonlarga foyda olib kelyapti. Men hamma nimada buni qilishi mumkin ayollar. Uyda masalan bolasiga yaxshilik qilyaptimi, kimga bo'ldi, u demak to'g'ri yo'lda-da. Kimgadir bir ziyon yetkazayotgani yo'q. O'zini bir ishi bilan. Shunaqa. Albatta yo'li ochiladi. Mana endi qarang, yoshlar haqida gapirdik. Yoshi kattalarga mana ilm olganda, endi nauchniy tomondan, ilmiy tomondan statistikalarni bilmaysizmi? Masalan, nimaga olib keladi? Til o'rganganda xotira yaxshilanadi, yana nima deydi, Alzgeymer uzoqlashadi. Mana shularda nima deya olasiz? To'g'ri, o'sha ishim nimasida kattaroq, yoshi katta ayollar ko'p o'qigani uchun aytyapman, o'sha o'rganib chiqdim-da. Auditoriyani o'rganasiz, masalan, o'qituvchi uchun, umuman hamma nima uchun natija muhim. O'quvchilarim yaxshi natijaga erishsa, men shundan motivatsiya olib, ha, to'g'ri yo'lda ekanman deb, yana ham mana yaxshi mahsulotlar beramiz-da. O'sha o'rganganimda shu chiqdiki, o'sha ilm Arasto aytgan ekan, bu avvalo birinchi hayratlanish degan ekanda, hayratlanasiz ekan, voy shu shunaqa ekan-da, va bu bunaqa yangi ilm olasiz-ku. Masalan, arab tilini o'rgansangiz, aytadi, ha bu bunaqa ekan, bunaqa yozilar ekan, bu ma'no berar ekan, hayratlanar ekan. Hayratlanganda miyani o'sha neyron yo'lakchalari ko'payar ekan. O neyron yo'lakcha 30 yoshdan keyin o'sha insonda yangi chiqmaydi. O'sha pastga ketadi. Ha, shuning uchun bizni xotiramiz pastga ketadi. Pastga ketadi. 30 мыслительный yoshdan keyin yo'q, o'sha mana organizm ham 25 yoshgacha o'sadi deydi-yu, miya ham shu organizmni bitta uzviy davomi-ku. Bu ham to'xtaydi. Siz yangi narsa o'rganganingizda hayratlanasiz. Hayratlanganda yangi o'sha nimalar ochiladi. Xotira ham demak kuchayadi shu bilan. Mana pichoq o'tkirlanmasa nima bo'ladi? O'tmas bo'lib qoladi. To'g'ri. Bu ham miyani nima qiladi? Demensiya, Alzgeymer hammasi bular o'sha xotira bilan bog'liq. Bu miyani dan kasalligi-da. Shu shug'ullanishmaydi, yangilik o'rganmaydi, zona komfortiga tushib qolgan. O'sha men bo'ldi, shuncha bolani o'stirdim, katta qildim. Yetadi deydi. Har kuni bir xil o'tadi, yangilik bo'lmaydi. Shuning uchun aytishadi-ku, kitob o'qinglar, chetga sayohat qilishga chiqinglar. Bizada dinimizda ham aytilgan, sayohat qilinglar, o'rganinglar boshqa millatlarni, boshqa davlatlarni. Bu o'zidan o'zi emasda, chunki buni sababi tagida naqasi bor. Siz hayratlanasiz. Mana sizdan hozir eshitdim shu gapni. Hayratlangandan yangi neyronlar paydo bo'ladi. Shunaqa, men bizni maktabimizda bir maqol bor.
ko'p maqol beramanda o'quvchilarga. Qanaqa maqollar ham arabchasini o'rganadi, ham uni ma'nosi insonga turtki bo'ladi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi deydi. Bu o'sha hammamiz biladigan beshikdan qabrgacha ilm izla maqol. Shu mana ularga, yosh katta o'quvchilarimizga bitta shior deb bo'ldi, shu yetadi. Qabrgacha degani endi umrining oxirigacha to'xtab qolishi kerak emas. To'g'ri, to'g'ri. Endi ular ham kayfiyati ham o'zgarib ketsa kerak. Albatta. Man uddaladi, Voy o'qiladi. ustoza qizim deb juda anaqa xursand bo'lishadi o'quvchilar. Yosh katta o'quvchilar bilasizmi qanaqa? Juda perfeksionist. Darsga vaqtida kirishadi. Shunaqangi konspekt yozishadi. To'g'ri. Haqiqiy beshga o'xshadi. Man o'zim ota-onamni tasavvur qilib Qilyapman. oldimda. Ularga ham sovg'a qilaymi deb turibman hozir sizni ko'rsam. Aytadi, bo'ldi navaralar, qizim kelsa ham man tinch qo'yla zalga joy qilib olganman deyishadi. Kitoblarni qo'yib, Nabaralardan man tinch qo'yla man kirmaydi. dars qilaman. Buvijon dars qilar ekan deb, keyin ular ham deydi, anaqa qilishyapti, gapirib chiqar ekan, man buvim dars qilyapti. Har bir ona uchun farzandning rivoji bu eng muhim narsadir. Bolaning o'z vaqtida gapirishi, yozishni o'rganishi, matematikada o'zini erkin his qilishi bu tasodif emas. Bu miya rivojlanishiga bog'liq. Men buni o'z hayotimda his qilganman. Ibrohim katta farzandim tug'ilganda unda bosh bosimi bor edi. Albatta, ona sifatida siz qo'rqasiz, izlanasiz, yechimini topishga harakat qilasiz. Shu paytda biz mikrotokovaya refleksoterapiya bilan tanishdik va shundan keyin men bolamda har qadamda o'zgarishni ko'rishni boshladim. Ibrohim erta gapirishni boshladi. Birinchi sinfga kirganida menga Ibrohim aytgandi, "Oyi, men yozishda qiynalyapman, menga bu darslar yoqmayapti" deganida, men yanada ham Riad Centerga murojaat qildim. Bitta kurs olganimizdan keyin Ibrohimning yozishlari tekis, chiroyli bo'lishni boshladi. Bu usul miyada nutq, yozish, o'qish, matematika va diqqat uchun javob beradigan zonalarni yumshoq, xavfsiz va tabiiy stimulyatsiya qiladi va yanada NRS peshob qiladigan bolalarni Enkopress tashxis bilan bolalarni davolashadi. Biz borgan joy bu Riad Center Toshkent. Toshkentda katta klinikalari bor. Ular Rossiyadagi katta neyromarkazning rasmiy franshizasi. Har bir yirik shaharda esa vrachlari chiqib xizmat ko'rsatadi. Tojikiston va Qirg'iziston ham filiallari faol. Shu bilan birga klinika autizm, nutq kechikishi, ZPRR, ya'ni rivojlanishning umumiy kechikishi, DCP, bolalar cerebral falaji kabi holatli bolalar bilan ham kompleks ishlaydi. Aytgancha, qishki mavsum uchun Riad Center mikrotokli refleksoterapiya kurslariga birinchi marta chegirmalar beryapti. Birinchi kurs 10%, ikkinchi va uchinchi kurslar uchun 7% dan beriladi. Shu bilan birga har bir bemorga qo'shimcha bepul seanslar beriladi. Basseynda suzish, vodoterapiya, TPBM neuro va full body, shuningdek vagus nervini stimulyatsiya qilish. Mening maslahatim, agarda farzandingizda kechikish, nutqda yoki diqqatda qiyinchilik ko'rinsa, kechiktirmang. Qancha vaqtli boshlasangiz, shuncha tez natijalarga erishasiz. Ushbu sentrda faqat malakali mutaxassislar ishlaydi. Ular har bittasi Rossiyada o'qib kelishgan. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi nomerlarga telefon qiling yoki ushbu videoni ostidagi havola orqali murojaat qilishingiz mumkin. O'rganish qiyin emasmi? Mana yosh kattaligi, men ota-onamni hozir his qilyapman-da, qaynataman. Qaynatam u harakat qilib ko'rdilar o'rganishni, ustoz olib, lekin ozgina qiyin bo'lyapti-da. U offlayn kelsa ham ushbu ustoz baribir qiyinroq. Sizda qiyin emasmi? Bilasizmi, shu narsa borda, osondan murakkablikka degan narsa bor. Bizda endi yana birovga anaqa qilish emas-ku, qiynab qo'yishadi. Bizda nima deyishadi? Talaffuzga birinchi o'rinda e'tibor berishadi. Talaffuz endi 60-70 ga kirgan odamni o'zimizga ham уже qotib qoldik-ku. Biz xohlaymiz bir oyda ham sharillatib o'qisak, ham talaffuzimiz zo'r bo'lsa, ham tushunsak. Juda ko'p bir narsani oyda hamma xohlab narsa oramizda. bo'lsin. Unaqa bo'lmaydi, hamma narsa sekin-sekin qotib qolgan-ku u til. Tilga o'zini maxsus artikulyatsion mashqlari bor. Shunaqa bo'ladimi? Ha, mana masalan 4 yosh, 5 yosh bola logopedga borib R-ni chiqarganda, xuddi o'sha narsa-da. O'sha faqat yoshingiz kattaligida bo'ladi. shu tilga nima qiladi? Sekin-sekin. Masalan,
boshida qo'shib o'qiy oldingizmi, yoza oldingizmi, bo'ldi, siz giroysiz, qahramonsizda. O'sha odam o'zini maqtash kerak. Zo'rman, qildim shuni. Keyingi etap уже keyin talaffuz. Keyingi etap keyingisi. Birdaniga masalan 4 ta desnitsaga birdaniga chiqa olmaysiz-ku, shpagat bo'lib qoladi. O'shanga To'g'ri. o'xshab Sabr kerak. birin-ketin. O'qituvchilar ham man shunaqa deb o'ylayman. Birdaniga ko'p narsani yuklab qo'yadi-da, keyin odam endi arab tili muqaddas til uni yomonlamaydi-ku, o'zini aytadi. Demak, xotiram yaxshi emas, men uncha ola olmayapman. Gap bu yerda unda emas. Gap to'g'ri podachada. Ha. Endi birinchi ikkita birinchi harfi bir kun o'rganasiz, ikkinchi harfi ikkinchi kun. Shunaqa Ha, bizda bo'ladi. shunaqa bir haftaga 5 ta harf beriladi. Mana dushanbadan jumaga,cha bemalol 5 ta harf o'rganadi. Shanba, yakshanba takrorlaydi. Keyingi dushanbadan yana 5 ta harf. Shunaqa qilib 6 haftada уже alfavit chiqadi. O'rganib oladi. Undan keyin уже ularni arab tilida ham so'zlar bir-biriga qo'shilib o'qiladi. Oddiy bizdaqa so'z emas. Birinchi so'z ikkinchi so'z ichiga kirib ketadi. O'sha qoidalarni keyin ikkinchi oylikda o'rganadi, o'zini tanishtirishi o'rganadi. O'zbekistonlikman deb arabcha o'zini aytib, shunaqada, har taraflama olganmiz-da nimada. Gapirish, tushunish уже paydo bo'ladi. Haligi o'qiyotgan narsangiz nimadir ma'no berishini bilsangiz, boshqacha-da baribir. Shu o'ylayapman deb bir ikkita harflarni masalanda men kursingizni polni bilmayman, menga to'g'ri keladimi yo'qmi, men nima qilishim kerak endi? O'qib ko'rish kerakmi bir ikkita harflarni yo'q? Qarang, bundoq qilaylik bo'lmasam Yulduzxon, meni o'sha darsligim bor. O'sha darslikda arab alifbosini 4 ta harfini o'rganasiz. O'qishi, yozishi. O'shanda siz bilasiz qanchalik qila olasiz shu narsani. Hamma narsani qilib ko'rish kerak-da, boshdan qila olmayman deb o'ylaydi. Odam qilib ko'rgandan keyin qo'limdan kelar ekan deb dalsh ketadi. O'shanaqa qilib bo'lmasam, siz o'qib ko'ring shu darslarni. Puldaymi? Endi sizga va mana bu obunachilarimizga uni sizlar uchun bepul qilib beraman. O'sha boshdagi darsdan. Voy, rostdan. Bepul. O'zingiz nima aytyapsiz? Qanchadan beri boshlamoqchiman. Balkim shu turtki bo'lar. Obunachilarimizga ham balkim obunachilaringizga turtki bo'lar. Boshlab ko'rishiga kimdadir qo'rquv bo'ladi, vaqtim yo'q deydi. O'zingizlar taningizda his qilib ko'rganingizdan keyin bo'ldi. Shundan keyin boshlayman. o'sha narsa sabab bo'ladi. Men hozir qaranglar, sizlar bilan birgalikda Iroda opada o'qib ko'raman. Chunki menda maqsadim bor edi shu o'qishi, aynan arab tilini menga ham o'qitib ko'rishgan. To'g'risini aytaman, o'qib ko'rganman, esimdan chiqarib yuborganman, vaqtim topilmagan, haftada bir marta borardim, shu bilan qolib ketdi. Mana sizni aytishingiz bo'yicha juda oson tuyulyapti. Harakat qilib ko'raman. Kim men bilan o'qimoqchi bo'lsa, hozir biz qanaqa qilamiz? Havola qoldiramizmi? Ha, havola Havola qoldiramiz. berasiz. Mana shu havola orqali o'tishib, o'qib ko'rishadi. Bo'ldi. O'zlariga qaror qabul qiladi. O'zini Ko'rdinglarmi? maladetligini ko'radi, qila olishini. Bepul 4 ta harfni hammamiz birgalikda o'qib ko'rsak bo'ladi. Bo'ladi. Hozir keyin bular havola beradilar. Mana ushbu havola orqali videoni ostida qo'yamiz. Kirib registratsiyadan o'tib o'qisanglar bo'ladi. Ushbu darslarga ega bo'lishinglar mumkin. Ketdikmi? Qilamizmi? Я чувствую ваш ответ. Qilamiz. Xullas. Sovg'a haqida gaplashmoqmiz. Aytgancha sovg'a haqida. Iroda opa, sizdan bizada aytganimdek, bizning mehmonlarimizdan har gal bizada sovg'a bor. Eng zo'r izoh yozgan, nimadir ushbu podkastdan yangilik bo'lgan, nimadir insight olishgan insonlarga ular mani o'zi auditoriyam shunaqa zo'r, uzun kommentariyalar yozishadi. Ko'rdingizmi? Samimiy, yaxshi. o'zizga o'xshagan samimiy ekan obunachilar. Ana ko'rdinglarmi? Sizlar mani oilam. Men o'zimga o'xshagan oila bo'ladi-yu, shunaqa bir-biriga Shunaqa o'xshagan. o'xshab ketadi o'zi. Hamma o'ziga o'xshagan insonlarni tortadi-ku. Shunaqa. Shularni orasidan Demak, tanlaymiz. Sovg'a nima bo'ladi? Mana shu boshlang'ich arab tili kursimga 3 kishiga bepul yo'llanma bo'ladimi? Bepul. Bepul yo'llanma beraman. Zo'r. Uni taxminan narxini aytamizmi yoki aytmaymizmi? Taxminan narxi 2,5 million. Mana shu demak kursdan 3 kishiga
Zo'r. sovg'a qilaman. Rostdan 2,5 millionlik kursa, vau, zo'r. Так что harakat qilinglar. Man, masalan, o'zim uchun yoki ota-onam uchun, opam, oyim, там, singlim, kimdir uchun harakat qilardim. Agarda o'zimda ham vaqtim bo'lmasa ham yoki ularga ushbu videoni yuboringlar, ular balki, shu, anaqani yutib olishadi, ushbu sovg'ani yutib olishadi. Rahmat sizga, Iroda Harakat opa. qilinglar. Da, tak, davom ettiramiz. Iroda opa, o'qituvchi so'z siz uchun nima anglatadi? O'qituvchi o'zimga 3 xil agar toifani aytgan bo'lardim. O'qituvchi bor, ustoz bor, murabbiy bor. Murabbiy bu ko'proq tarbiyaga bog'liq. O'sha bog'chada murabbiylar bo'ladi, tarbiyachilar. O'qituvchi bu o'sha pedagog so'zi, o'qituvchi ma'nosi yetalab olib borishda, o'sha natijaga o'quvchini yetalab olib boradi. Ustoz bor. Ustoz bu endi bu nafaqat o'qitadi, kerak bo'lsa koyiydi, kerak bo'lsa maqtaydi, turtkilaydi. Masalan, o'sha farzandlarimizni ham biron bir sport turiga bersak, nima deymiz? O'rgating hamma narsani deymiz. Uni nima qattiqroq deyishiga ham rozi bo'lamiz. To'g'ri. O'sha eskilar aytgan, ustozga beryapti, suyagi bizniki, et sizniki degan. U degani xohlaganingni qil deganda, ustoz shunaqa bir maqomga ega inson bo'ladi. Men o'zimni ko'proq shu ustozlikka nima qilaman, chunki o'quvchimni nafaqat o'qitish, uni o'sha ruhiy holati ham men uchun muhimda. O'sha aytdingiz-ku, o'rtasida motivatsiya tushib qoladi. O'sha paytda ham ko'tarish kerak. Faqat darsni o'tib bo'ldi, men ishim tugadi deb ketish emas. Har taraflama o'quvchiga, insonga keldimi oldingizga ixlos qilib unga yordam berish kerak. Ilm tarqatish siz uchun kasbmi yoki missiya? Endi o'zi missiya o'zi nima degani? Oliy maqsadi. Oliy maqsad mana shu lug'atdan ko'rganimda nima ekan deb chuqurroq qaraganimda o'qidimki, insoniyat uchun umringiz oxirigacha siz qiladigan xizmat ekan bu. Demak, o'zingizga emas, insoniyatga. To'g'ri. Insoniyatga qilish va uni orqasidan o'zingizga olish, o'sha ehtiyojingizni qondirish. Ko'proq endi shu missiya deb o'ylayman. Va missiya orqali keyin kasbim. Ilm berish orqali inson o'zini qanday tarbiyalaydi? Menda qanaqa bo'ldi? Sabrli bo'ldim. O'sha o'quvchilar holatiga tushdim dedim-ku, 70 yoshli o'quvchilarga holatiga. Izlandim ko'proq, o'rgandim. Yana ham ko'proq o'sha bilimim kam ekan. Ko'proq chuqurroq bilimli bo'lasiz ekan. Ilm berish orqali. Sizni shogirdlaringiz orasida sizning hayotingizni o'zgartirgan holatlar shunaqa bo'lganmi? Ko'p bo'ladi. Mana boya aytib berdim-ku, ko'p hikoyalar. Bunaqa hikoyalar juda ham ko'p, Yulduzxon. O'sha eshitganingizda hayron qolaman. O'sha chet elda o'quvchilarimiz bor. Har xil nimalarda ketishgan. Chet elda ham bormi? Chet elda juda ham ko'p o'quvchilar. Bir o'quvchimiz Izrael davlatida enagalik qilar ekanda. Samarqandlik ayol o'sha yerda endi baribir ishi oson emas-ku. Tashqarida boshqa tilda gaplashsa, qanaqadir o'zida anaqa bo'lib qolibdi. Odamlarga qo'shilmasdan yolg'izlik his qilib qolganda, mana shu kurslarda shunaqangi shu ayol ochildi. Muloqot qilishni esimdan chiqib qolgan ekan, o'rgandim deydi. O'sha ishimga kirishib ketib, boshqa dunyo ham borligini his qildim. O'zim baxtli his qildim deydi. Bunaqa hikoyalar ko'p. Man so'rayotganim sizni hayotingizga ta'sir qilgani bormi? Shunaqalar bo'ladi-ku. Mana masalan, mani oyim, ular shifokorlar. Ular qaysidir anaqani ko'rib, bemorni ko'rib keladilarda, ta'sirlanib keladi. Voy, Allohga shukr. Shunaqa hozir bemorni ko'rdim. Voy, yaxshiyam biz sog'miz, yaxshiyam unaqa shukr bo'lib ketadilar, xursand. Voy, bir xil paytlarda mana oyim Covid paytida oyim oldimga kelganlarda, voy qizim, bilasanmi, qanaqa hozir bemorlarni vaziyatlarini ko'rib kelyapman. Shunaqa xursandmanki, sani ishim, mani ishim kelinlar bilan va xursandchilik bilan bog'liq. Va shunaqa vaziyatda ular hamda har gal qaysidir bemorni ko'rib, kimdir mashinada aylanib anaqa bo'lib ketadi, invalid bo'lib qoladi, kimdir shundoq insult bo'lib gapirmay qoladi. Shu vaziyatlardachi oyim har gal shukronalar qiladilarda, shukrlikka tushib qoladilarda. Вот. Sizda shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Kimdir hayotini ko'rib, voy, manda yaxshiyam shunaqa ekan, yoki men o'zgardim, fikrlashimni o'zgartirdim. Shukronalik doim o'zi shukur qilib anaqa qilaman. Nima bu hozir gapingizdan o'ylabdimki, men ulardan ko'rib
bu katta ayniqsa yoshi katta o'quvchilardagi ishtiyoqni ko'rib charchadim degani uyaladigan bo'lib qolganman. Juda kuchli ayollarda o'sha yoshida ham hayron qolasiz ichidagi kuchiga. Zo'r, hozir gapirdingda. O'sha charchab anaqa qilganda aytaman, shular o'qiyapti-ku, shunaqa qilyapti-ku. Ayniqsa o'sha chet eldagilarga oson emas-ku, musofir ular ham joyda juda qiyin. ishlaydi. Shunda ham o'zida kuch topib qilganiga man hayotim tilloy ekan, hamma narsa. Allohga shukur, charchadim demay qo'yganman. Ilm berishdagi eng katta mas'uliyat nimada deb o'ylaysiz? Eng katta mas'uliyat bu sizga o'quvchi ishonib kelyaptimi? Shu onam aytgan, o'quvchini haqqiga xiyonat qilmaslik kerak degan. Bu nima deganda, o'sha sizga ishonib kelib ixlos qildimi, o'sha narsani bilimingizni berish oxirigacha. Endi o'sha payt maktab payti 45 minut o'quvchini vaqti hisoblanadi-ku. O'shanga xiyonat qilmaslik. O'shani tagida katta narsa bor. Agarda hozir yosh irodani yoningizda turgan bo'lsa, siz ushbu yosh irodaga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Bilasizmi, agar hozir o'sha yosh irodani ko'radigan bo'lsam, qattiq quchoqlab turib, sen молодецsan, hammayoni to'g'ri qilgansan degan bo'lardim. Demak, hozirgi o'sha paytdagi har bir nimamdan o'zimdan roziman, xursandman va shu holatimdan ham. Xatolaringiz bo'lganmi? Endi xato bo'lishi tabiiy, shu bilan o'sganmiz-da. Endi просто sizni obrazingizda hamma narsa yaxshi, hamma narsa oson. Hozir bizani ko'rayotganda aytishi mumkin-da, endi to'g'ri yaxshi oilaga tushgan, yaxshi qaynona ko'rgan, yaxshi er ko'rgan, поэтому bularga oson deyishi mumkin. Sizda ham qiyinchiliklar bo'lganmi? Albatta, qiyinchilik bo'ladi. Endi bu aytdim-ku, o'sha menda shu narsa bor. Boricha qabul qilaman-da, shu boshga tushdimi bo'ldi, shuni o'tish kerak. Demak, shu meni hayot yo'lim ekan. Nimaga menda bunaqa degan, inqilob deydimi, isyon deydimi, unaqa narsa kamroq-da menda. O'sha narsa. Siz mana qaynona qaynotangiz bilan uzoq vaqt yashadingizmi? Yashagan, 3 yil yashaganmiz Andijonda. Bu paytlar ham juda ham qumsiyman, baribir boshqacha bo'lgan. Shu kez kelganda aytib qo'ymoqchiman, shu qaynona, men buvijon deymiz bizda. Ko'p o'git bergan, ko'p narsa hayotiy dars bergan, ko'p sohalarda menga nima deydi, yordam bo'ldi-da bu narsa. Ayniqsa bir nimasi bizga, menga ta'sir qilgan narsasi, hech qachon biz u ayolni biz betartib holatda ko'rmaganmiz. Doim o'ziga qarab chiroyli yurardi. Uyda bo'lsalar ham. Har doim, masalan, ertalab 7 da ko'rishdingizmi, уже hamma narsasi joyida, ro'moli joyida, kiyimi joyida. Har doim shunaqa yurardi. Yaxshi. Bu ham mana odam o'ziga bog'liq-ku, Yulduzxon. Qayerda kim yashasa ham, masalan, nima qilishadi-ku, u narsa mumkin emas. U chiroyli yurishiga hech kim, menimcha, oilada qarshilik qilmaydi. O'zimizga bog'liq-da bu narsa. O'zimizga bog'liq. Endi uyda o'tirsak qaramay qo'yamiz-da. Ya'ni kiyimimiz nima kiyimda bo'versa ham bo'veradi. Hozir men kecha kiydim, o'tgan kuni kiydim, yuvishga erinishadi-da. Endi shu kiyimlarda ham yuraverishadi. O'zi chet elda yoki mana bu arab davlatlarida aytishadi-yu, unda ro'molli tagida, hijob tagida ularda chiroyli kiyimda yurishadi. Kim uchun? U turmush o'rtog'i uchun. Eng birinchi o'rinda, конечно, o'zi uchun, turmush o'rtog'i uchun maqsad qo'yishadi. Birinchi o'rinda o'zingiz uchun qilmasangiz, sizga bu narsa og'irlik qiladi. O'zingizni xursand qilaman desangiz, bu har kuni turib kayfiyatingizni ko'taradi. Siz yon atrofdagi insonlarni ham kayfiyatini go'zallik, ko'taradi. baribir go'zallik yaxshi-ku, o'shaning uchun doim chiroyli kiyinib yurgan. Bizga ham shuni aytardi, qizlar doim chiroyli kiyinib yuringlar. Siz ham uyda shunaqa yurasizmi? Harakat qilaman. Harakat qilaman, o'sha o'gitlarni aytyapman-ku, mana shu narsa eng menga nima qilgani. Chunki kelinlarim chiroyli yursin, odamlar ko'rib havas qilishsin deydi. Har doim shunaqa deydi. Men ham shu gapni har gal eshitardim-da, qilmasdim shuni amalida. Chunki endi ko'chaga chiqasiz, charchaysiz, uyga kelganda nima eng komfortniy narsa bo'lsa ham bo'laveradi deb kiyib ketaverardim-da. Keyin shu narsani o'yladim. Uyda baribir bu nima deydi, uyingizda ham o'zingiz uchun kiyinishingiz kerak-ku. Tashqariga chiqamiz kimdir uchun chiroyli bo'lish uchun. O'zimizchi? Yaqin
kunlar atrofida, ну, как yaqin 1-2 yil уже Mhm. 3 yil bo'lib qoldi. Cho'zilib ketgan maykalarimni, dog' bo'lgan maykalarimni hammasini bervordim, tashlavordim, tarqatvordim. И o'zim uchun qaror shunaqa qildimki, uyda ham chiroyli sportivkami, Uy boshqacha uchun kiyim uy olaman. uchun kiyim olaman Aha. va o'zim ham xursand bo'lib ketyapman shundan. И turmush o'rtog'im ham boshqachasiz dedilar-da, shuning uchun Shunaqa. bu ham kayfiyatni ko'taradi. Sizni qaynonangiz judayam to'g'ri qiladilar va Shunaqa. shuni ham o'rgatganlar-da, demak, Shuni kelinlariga. o'rganganmiz. Da. Nechta kelin bo'lgansizlar? 5 ta kelinmiz. 5 ta kelin. Men 3-chi kelinman. 3-chi kelin. Siz kelin bo'lib tushganingizda уже ovsinlaringiz bilan Da, yashagansiz. da, 2 ta kelin bo'lgan, 3-chi kelin bo'lib tushganman. Qiyin Kelin. bo'lmaganmi? Ovsinlar bilan baribir 3 ta, yo'q 4 ta bosh bitta qozonda qaynamaydi deyishadi-ku o'zi, 2 ta. Yaxshi bo'lgan. Yaxshi? Hammasi yaxshi bo'lgan. Yaxshi. Qabul qilishga bog'liqda hamma narsa. Hmm. O'zingiz negativ bo'lsangiz, negativ ketadi. Hmm. Pozitiv bo'lsa, siz qanaqa kurs aytadi-ku, o'sha kimdir osmonni ko'rishi mumkin, kimdir pastdagi anaqani ko'rishi mumkin. Bilasizmi, nima xulosa chiqardim bugun sizdan? O'ylaymanki, endi baribir 4 ta ayol bitta uyda yashash unaqa oson bo'lmagan, lekin siz o'sha vaziyatlarda bu narsaga ahamiyat bermagansiz. Shuning uchun hayotingiz ham boshqacha bo'lib ketganda. Balkim. Chunki men ham psixologiya ko'p o'qiyman, o'zim uchun boshqa hayotlarni ko'rasiz-ku baribir. Shukur qilib yurgan inson, uni hayoti ham boshqacha bo'ladi. Faqat yaxshilik tomonni ko'rsangiz, faqat siz gapiryapsiz-da, endi bu qabul qilishiga bog'liq Da, deyapsiz-da. Buni tagida nima bor? Siz minus tomonlarni ko'rmaysiz-da. Band bo'lish ham bor. Band bo'lish bor. O'sha shukur qilish va nima bilandir band bo'lsangiz, To'g'ri. siz asosiy Chalg'ib maqsadingiz bo'lsa, u yonidagi narsalar To'g'ri. anaqa emasda, sizga u darajada ta'sir qilmaydi. Chunki bizadachi kelinlar uyda o'tirib qolsa, bitta uyda davoman. Даже boshqa uyda yashasa hamchi bir-birini kovlaydi, bir-birini gapiradi, ko'rolmaydi, ne unda bunaqa sovg'a, bunda bunaqa narsa debdi. Endi seriallarda, Bo'ladi, kinolarda bo'ladi, da. ko'rgansiz, bu tabiiy holat. И o'shanda o'zini ustida ishlagan kelin boshqacha bo'ladi. Qabul qilishi, vaziyatni qabul qilishi. Qadriyatlar ham menimcha hozir o'yladim. Demak, qadriyatlarimiz ham yaqin bo'lganki, shu oilada o'sha uchun unaqa nimalar ham chiqmagan. O'sha qaynonaga ko'p narsa bog'liq. Inoq qilishga, ahil qilishga, bir-birimizga maqtardi. Qarang. Bir-birimizga maqtardi-da. Bir-biringlarni o'zingizga emas, solishtirmasdilar-da. yo'q, Chunki yo'q. ko'p oilalarda solishtirishadi. Opang yoki singling shunaqa qildi, sen esa bunaqa. Siznikida maqtashadi. Maqtab gapirishardi. Mana hozir aytganingizni eslayapman-da. Shuning uchun o'sha qaynonani donishmandligiga o'sha ayolga borib taqalyapti. Ayol kishining donishmandligiga baribir hayotda ko'p narsa bog'liq ekanda. Ushbu loyihamiz Hilton mehmonxonasi yordamida tayyorlandi. Bizga qulay sharoitlar va ishimizni samarali amalga oshirishda yordam berganliklari uchun ularga katta minnatdorchilik bildiramiz. Hilton nafaqat dam olish uchun joy, balki samarali ish, uchrashuvlar va tadbirlar uchun ham ajoyib maskan. Agar siz yuqori darajadagi xizmat va e'tiborni qadrlasangiz, albatta Hilton mehmonxonasiga tashrif buyuring. Ushbu loyihamizning bu galgi sonini yaratishda yordam bergani uchun mehmonxonani jamoasiga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizning jamiyatimizda ayollar qo'llab-quvvatlashiga, bir-birini qo'llab-quvvatlashiga siz qanday fikrdasiz? Bu kerak narsa. Ayol kishini baribir bir-birimizni tushunamizda. Mani ishimda ham shuni aytamanki, o'sha kurator qizlarimiz hammasi men o'sha yoshligimdagi qizlarda ko'raman, aytaman, qizlar bo'lgan menda ham shunaqa ikkita bolalik, boshqa qiyinchilik o'tib ketadi. Reja qo'yib olinglar, balans. Masalan, ertalab reja yozib oling, shuni kechgacha qilinglar. Ba'zi shunaqa bo'ladi, ustoz, men ishdan chiqmoqchiman, charchadim. Nima qilasiz uyda baribir? Ishlang, bitta gruppa bo'lsa ham oling, men yordam beraman. Nimadan muammoyingiz, gapiring. Ayol tushunadi. Desam aytishadi, shunaqa bo'ldi, shunaqa bo'ldi. Ozgina sabr qiling, o'tib ketadi. Keyin yaqinda bitta nimamiz yozdi, rahmat ustoz, tug'ruqdan keyin depressiya bo'lgan ekanda, men o'sha siz gapingiz bilan chiqib ketdim. O'tib ketadi-ku 2-3 oyda. U paytda endi xuddi bir butun umr shunda qolib ketadiganga o'xshaysiz-da, o'sha depressiyada. Hamma narsa yelkangizga tushgandan keyin, shunaqa bo'ladi deb o'ylaysiz-da. Shunaqaki aytdi, yo'q, Xudoga shukr chiqdim, yordam berdingiz dedi. Shu endi ayol kishiga baribir.
yordam beradida. To'g'ri. O'zi ayollar bir-birini qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman. Chunki ba'zi paytlardachi biz qaysidir ayolni muvaffaqiyatini, natijalarini ko'rib, o'zimiz ko'rgansiz-u, ko'rmay qolamiz. Nimaga unda bunaqa? Nimaga manda bunaqa emasda? Bizning ayollarimiz o'zi mana siz ham o'rgatasiz bizning arab tilida, dinimizda ham bor. Sen yaqiningga, dugonangga, o'rtog'ingga nima tilasang, bizning farishtalarimiz sangayam deb yozarkan. Sangayam. Demak, biz boshqalarga muvaffaqiyat tilasak, bizga ham bu bizaga ham yoziladi. Bizada yaqin insonim umraga borib kelishdida, ular aytyaptilar, bizani ustozimiz aytishdi, ota-ona uchun duo qilishda, farzand uchun ha, lekin dugonalaringiz, o'rtoqlaringizga qilgan duolaringiz ko'proq yana o'tarkan, yaxshiroq o'tarkan, sizga yozilarkan. O'shanda man o'ylab qoldimki, bizning ayollarimiz bir-birimizni qo'llab-quvvatlasa, bir-birimizga yaxshilik tilasa, yordam bersa, mana sizga o'xshabda, sizga kabi ayollar ko'paysa, o'shanda jamiyatimiz ham o'zgaradi. Nima Albatta. deb o'ylaysiz? To'g'ri fikringiz. Qo'shilaman 100%. Iroda opa, mana siz onasiz. 4 farzandni onasiz va bu ham oson emas. Baribir manda 3 farzand bilaman. Ular hammasi yopishib oladi mama debdi, lekin siz уже ularni katta qilgansiz. Ko'rinib turibdi siz ilmli ona bo'lib, ularni ham ilmga berishga harakat qilgansiz. Farzandlaringizga tarbiyada nimalarga ahamiyat berasiz va ularga singdirishga nima harakat qilasiz? Tarbiyasida samimiylik Mhm. bo'lishi kerak insonda deb o'ylayman. Keyin o'sha harakat. Mhm. Oldinga doim harakat qilish kerak. O'sha Konfutsiy aytgan ekandek, qanchalik sekin yurishing muhim emas. To'xtamasliging muhim degan ekan. Shu ayollarga ham shuni aytaman, bolalarimga ham shu. Kichkina qadam bo'lsa ham bosib Kichkina, ketaveraylar. to'xtab qolmasa bo'ldi. To'xtab Qanchalik sekin millimetr yursa ham Mm, oldinga harakat. da. Bolada ham shu. Qancha O'xshaydi, bo'ladi. maqolalarni bilarkansiz? Da. Chunki biz oilamizda shunaqa ayam dadamlar ko'p shunaqadan nima bilan gapirishardi, sitatalar bilan gapirishardi. Insonga yordam beradi-da. Ha. Ana uni suhbatimizda aytdingiz-ku, masalan, puli yo'q ayol kishini, masalan, nima yordam, nima qil deyardik deganingizda aytdingiz-ku, o'sha hech bo'lmaganda kitob o'qisin. O'sha narsada, Shunaqada, o'sha kitob o'qisa, shu hamma ilmlar hammasi kitoblarda 100 minggacha yozilgan. kitob qimmat emas. Shuning ichida hamma Internetga narsa ham bor. kiringlar, internetda Da. bepul turibdi hamma narsa. Faqat Harakatda, shu Ha. harakat bo'lsa bo'ldi o'zi aslida. farzandlaringizda shunda nimaga ahamiyat berasiz? Shu ilm olishda, Ilm olishi, samimiylik, samimiylik. baribir o'sha endi vijdonli bo'lish kerak deyman doim. Vijdonni yo'qotmaslik kerak har qanday holatda. Chunki vijdon azobi keyin yomon narsa-da, uni hech narsa bilan anaqa qilib bo'lmaydi. Qarang, yoshlik paytdan shu narsalar Sekin haqida sekin endi gapirasizmi? Vijdon. baribir. Ular Yoshlikda uchun- har xil holat bo'ladi-ku, o'rtoqlar bilan munosabatlarda, ustozlar bilan. Men ularga aytaman, har qanday holatda ham aytib kelinglar. Ota-ona masalan so'kmayman deyman-da. Haqiqatni men bilishim kerak. Yoningda turibman. Har qanday holatni bilishim. Yashiradi-ku, nima yashiradi bola? So'kadi deb o'ylaydi-da ota-onasini. To'g'ri. Tarafim olmaydi, meni yomon deydi. Agar Urushadi. bilsa, urushadi deydi. Agar bilsa, shu ota-onasi doimo shu bolasi nima, to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Sen zo'rsan, zo'r qilibsan emas, mayli shu narsa bo'pti. Bo'lgan ish bo'ldi. Endi buni to'g'rilashga harakat qilish kerak. Nima qilamiz deb yoniga kirib baribir do'st bo'lish kerak. Shu narsani nima qilishga harakat qilaman bolalar orasida, unaqa katta parda to'siq bo'lmaslik kerak. Endi hurmat tarafdan bo'lish kerak-ku, boshqa tarafdan. Eng katta farzandingiz yoshi nechida? Eng katta farzandim 97-yil bo'lsa qachon necha yoshi bo'ladi? 97 bo'lsa 23mi? Yoki So'rarmiz ham shu. Matematika.
Xullas, sizlar yozib yuboringlar necha yosh bo'ladi. Nega 25-yil bo'lsa 28ga kiribdi. 28. Katta qizimda 28 Ha, yosh, ha, ha, keyingisi 26 28. yosh. Tushunarli. Endi Ular ha, katta. ular Ha. katta, lekin ularda qancha farzand katta bo'lsa, problemalari kattalashadi Ha, deyishadi-ku. ha. Ularda anglash boshqacha. Keyingi farzandlarim, keyingi ular yoshda 18 yosh, 14 yosh, ular boshqacha. Ular bilan yosharaman. Birga ularni nimalarini ko'raman. Ularni ham muammosi o'zlariga mosda endi. Shu. Shunaqa ikki xil davrdagi bolalarni ko'rib Ha. hayotimiz qiziqarli. Hozirgi bolalar вообще umuman boshqacha. Ha, boshqacha. TikTokda hammasi, YouTube'da hammasi. Iroda opa, ilhomni qayerdan olasiz? Agar ish borasida bo'lsa, o'quvchilar natijasidan. Hayotingizda? Hayotni farzandlar kamolotidan shu o'sishayotganini ko'rib bekorga yashamayapmiz. Bizning ayollarimizga nima maslahat berardingiz? Nimadan boshlashni, hayotlarini davom ettirishni yoki o'zgarishga nima maslahat bo'lardi sizdan? Inson endi dunyoga kelar ekan, o'zi Alloh shunaqa yaratadiki, to'la to'kis yaratadi va uni davom ettirib olib ketishimiz o'zimizga bog'liq. Doim oldimizda deydi variant bo'ladi. Qilishlik yoki qilmaslik. O'sha qilishlik variantini qarab, shunga olg'a intilish kerak, qadam bosish kerak. Faqat olg'a har qanday holatda, o'sha aytdim-ku, jabrdiydani yoqmasdan, jertva bo'lmasdan o'ziga bog'liq. Agar xayrli bo'lsa, Alloh albatta qo'llab-quvvatlaydi. Rahmat Iroda opa. Maza qilib gaplashdim siz bilan bugun. Men ham juda ham maza qildim. Rahmat. Bugungi suhbatimiz manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Siz kommentariyada albatta yozinglar, sizlarga nima yangilik bo'ldi, nima sizlarga yoqdi yoki yoqmadi, shuni ham yozaveringlar. Вот. И albatta ushbu podkast bilan yaqinlaringiz bilan bo'lishinglar. Va unutmanglar, Iroda opadan 3 ta sovg'a bor. Eng zo'r kommentariyni tanlaydilar. Shu kommentariyani orasidan va o'tgan bo'lgan bizning podkastlarimizda g'oliblarni ham tanladik. Ushbu podkastlarda ham tekshirib turinglar. Ba'zi paytlarda biz g'oliblarni tanlaymiz, lekin ular kirishmaydi, aloqaga chiqishmaydi. Shuning uchun tekshirib turinglar. Albatta shu notifications degan joyi bor, xullas tekshirib turinglar. Va obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi bizning podkastlarimizda kimni chaqirishni siz istagan bo'lardingiz, kim bilan suhbatlarni qurishni xohlagan bo'lardingiz, kimni fikrini eshitmoqchi bo'lsangiz, albatta izohlarda yozinglar. Like bosishni unutmanglar va obuna bo'lishni ham unutmanglar. Hammaga xayr, ko'rishguncha. Rahmat sizga kattakon Rahmat Iroda opa. Yulduzxon. Salomat bo'ling. Rahmat.